Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchi boruvchilar. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani tinchlik fuqarolar yig'inida yana bitta navbatdagi chiroyli xonadonimizni sizlarga ko'rsatamiz. Bu mahallamiz boshi. Qo'shtepa mahallasi. Mahallamiz to'liq asfalt qilingan, kommunikatsiyalar bor, gaz, svet, hamma narsamiz bor. Mahallamizda maktabimiz bor, 36-maktab, supermarket, do'kon, mo'yxona, hamma narsamiz bor. Mahallamizning sentr joyi, 36-maktabimiz bor. Maktabda o'zbekcha, ruscha, inglizcha dars o'tishadi. Bu tomonimizda do'konimiz bor, choyxonamiz bor. Mahallamizda Xudo jamiyatimizga katta supermarket qurilyapti. Bu yoqimizda damkomxonamiz bor. Endi uyda ko'ramiz yuraylik. Yana bir fayzli xonadonimizga yetib keldik mana. Yo'limiz asfalt bo'lgan ekan. Beton installatsiyalar bor. Uyimizning umumiy maydoni 18 sotik ekan. Eng yutuqli tomoni uyimiz Taqsovoyda joylashgan ekan. Misol uchun bu xonadon qolib, yoki yana ikkita uchastka tushursanglar, bu tomondan darvoza ochsa bo'lar ekan. O tomonda ham yo'li bor, bu tomonda ham yo'li bor ekan. Uyimiz 3 xona ekan, bo'timiz. Xo'l qismimiz bor ekan. Bu yerda spalniyamiz bor. Spalniyamiz bor. Uyda egalar yashyapti. Shkaf, spalni, detskiy kravat, tosh oynamiz va gantellarimiz ham qolar ekan. Uyda egalar faqat sandig'ini ko'rpa to'shakdan chiqib ketishar ekan, qolgan hamma narsa uyimizda qolar ekan. Zolimizda remontlar zo'r holatda, remontlar zo'r. Pardalarimiz ham qolar ekan. 12 talik ustunlarimiz ham qoladi. Tepada turgan shkafimiz ham qoladi. Gilamlar hamma narsa qoladi. Endi mana bu holda yana tarafdan aytib ketaylik. Kolonkalar, taroz, dazmol, stullar va eng qizig'i choyga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, sut sog'adigan apparatimiz ham bor ekan. Bu sog'adigan apparatlarimiz ham qolar ekan. Eng qanaqasi transport solib hozir qovurg'ali pechkamiz bor ekan. Buni ham tashlab ketamiz to'g'risi. Ochiqasi faollik qilib chiqara olmadik. Va bu yerda pilsosimiz ham bor ekan, pilsos ham qoladi. Mana detskiy kichkina shkaflarimiz ham qoladi. Detskiy shkaflarimiz shu yerda qolar ekan. Faqat mana kiyimlarni olib ketamiz dedi. Mana detskiyga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. 3 ta dona eshikli ekan. Yangi holatda, zo'r ishlatilgan. Bular ham qoladi. Umumiy xonalarimizda yashash uchun tayyor xonalarimizda 7 xona ekan. Yashash uchun tayyor remontlar qilingan. Plus podvali bor ekan. Podvalimiz ham bor. Uydagilar shunday molxonaga sharoit qo'yibdilar. Bu yerda qo'yxonamiz bor. Bu qo'yxonamiz. Bu yerda chorvalarimiz boylanib turibdi. Molxonamiz ideal holatda, oxirlari bilan. Chorvani hechotda uyda olgan odam kelishdi. Chorvalarni ham baraka qitamizda turibdi. Uyimizda va ekanimizda umumiy sotiga 18 sotik. Uyimizga 100 ming AQSh dollar so'ralyapti. Sunnatiga o'tib beradigan joyi bor ekan. Pastimizda egalar nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.